Assalomu alaykum. Qo'qon universiteti Andijon filiali dual ta'lim shaklida talabalarimizga ta'lim berishda davom etmoqda. Biz esa siz bilan bugun bir nechta yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi talabalari 2 kun asosiy binoda nazariy bilimlarini rivojlantirish uchun ta'lim olsa, 3 kun esa universitetimizga qarashli Family Med klinikasida amaliy bilimlarini mustahkamlashlari mumkin bo'ladi. Ushbu binoda ham talabalarimiz uchun zamonaviy o'quv auditoriyalari mavjud bo'lib, bundan tashqari esa yuqori malakali shifokorlar bu yerda bemorlarga xizmat ko'rsatishmoqda. Bu yerda ko'rsatilayotgan umumiy terapevtik muolajalar, diagnostika hamda jarrohlik amaliyotlari talabalarimizning amaliy ko'nikmalarini oshirishda yordam bermoqda. Pediatriya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimiz esa, ya'ni bo'lajak bolalar shifokori bo'lishni istagan talabalarimiz 2 kun nazariy bilimlarini asosiy binoda olishsa, 3 kun esa universitetimizga qarashli Baby City Hospital bolalar shifoxonasida ham nazariy ham amaliy bilimlarini mustahkamlaydilar. Bu yerda talabalarimiz uchun qulay o'quv auditoriyalari hamda 4 qavatli bolalar shifoxonasi joylashgan. Ushbu maskanda oliy toifali shifokorlar talabalarimizning amaliy bilimlarini mustahkamlashda o'z hissalarini qo'shishmoqda. Farmatsiya yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarimiz esa 2 kun nazariy bilimlarini asosiy binoda olishsa, 3 kun esa Farm erkin iqtisodiy zonasida joylashgan Qo'qon universiteti Andijon filialining D binosida ham amaliy ham nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar. Ushbu binoda zamonaviy auditoriyalar, kutubxonalar, undan tashqari esa O'zbekistonda tibbiy buyumlar hamda dori vositalarini nazorat qilishda yetakchi bo'lib kelayotgan laboratoriyamiz mavjud. Ushbu laboratoriya farmatsiya shaklida tahsil olayotgan talabalarimizning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashda ulkan hissasini qo'shmoqda. Bo'lajak stomatologlarimiz, ya'ni stomatologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimiz esa 2 kun asosiy binoda nazariy bilimlarga ega bo'ladilar. 3 kun esa Qo'qon universiteti Andijon filiali bilan hamkorlikda tashkil etilgan Aripovs klinikasida amaliyot o'tashlari mumkin. Iqtisodiyot, moliya va moliyaviy texnologiyalar va shu kabi qator ijtimoiy sohalarda ham bizda ta'lim jarayonlari davom etmoqda. Qo'qon universiteti Andijon filiali ta'lim va amaliyot birlashgan maskan.